Tabriklasanglar bo'ladi. Men o'zim 23 yoshimda $500,000 uy xarid qildim. O'rtoqlar, orzu qilishdan to'xtamaylar. Qara, odamlar $500,000 uy olyapti. Biz-chi? Bu ketishda qachon shuncha pul topamiz? Hayot bizi tarafga ham qachon qarar ekan? Shuncha pul topmasangizchi? Nima deganing bu? Rostdan ham. Boy bo'lib ketmasangizchi? Hayotingiz bekorga o'tib ketgan bo'ladimi? Boy bo'la olmadingiz degani yutqizdi deganimi? Nima hayotda shu Instagramdagi soxta tabassumlar bilan o'lchasiz? Ular kameraga qarab kuladi, lekin kamera o'chgandan keyin jimli. Bular ko'rsatilmaydi. Odamlar yutuqlarini joylaydi, mag'lubiyatini bekitadi. Siz bo'lsa ularni eng baland nuqtasini o'zingizni eng charchagan paytingizga solishtirasiz. Mana shu bolani qurgan tayyor uyini ko'ryapsiz, lekin shu uy qurilgangacha bo'lgan uni qo'rquvini, qarzlarini, yolg'izligini u bilan riskka qo'ymaydi. Okay, bu boshqa odamning hayoti. Sizniki boshqa. O'zingizdan kamroq pul topadiganlarni, sizdan og'irroq sharoitda yashaydiganlarni Instagramda ko'rmaysiz. Lekin ularning orasida baxtlilari ko'proq. Chunki haqiqiy baxt isbot talab qilmaydi. U kamera yoqilganda paydo bo'lmaydi. U kechqurun uyga kirganingizda sizni kutayotgan odamlarning nigohida bo'ladi.